Assalomu alaykum hamma. Yana ishlarimiz boshlandi. Zakazlarimiz boshlandi. Xudo xolasa. Ishimiz jarayonlari hammasi metal bo'ladi, hammasida. Korobkalarida. Metallar sel oladi hammasining ichida. Bitta tur aynalarimiz yana. Duayni yetkazib oladi bu. Ikki taraflama ochilish mexanizmi o'rnatilgan bu aynalar. İçki tashqi deb aytiladi. Bir yoni mokriy bo'ladi, deshan tarafi aynalarni. Hammasi metal bayna. Korobkalarni shu bilinishini ko'ring.